Homiladorlik vaqtida bola jinsini farqlash uchun xalq orasida har xil gaplar yuradi. Demak, ketdik. Homila jinsi o'g'il bo'lsa, ayol doim qizib ketadi. O'g'il bola tezroq katta bo'ladi. O'g'il bola doim muddatidan oldinroq tug'iladi. O'g'il bola dunyoga kelganda vazni doim kattaroq bo'ladi. O'g'il bolaga homilador bo'lsangiz, ishtahangiz juda zo'r bo'ladi. O'g'il farzandga homilador bo'lsangiz, qorningiz pastroqda va uchliroq bo'ladi. Qiz bola sal sekinroq o'sadi. Homilaning yurak urish soni har doim yuqori bo'ladi. Qiz bola bo'lgan homila kechroq tug'iladi yoki o'z muddatigacha 40 haftagacha yetib boradi. Qiz bola tug'ilganida vazni kichikroq bo'ladi. Homilador ayol qiz farzand dunyoga keltirganida dardi achchiqroq bo'ladi. Qiz farzandda ko'ngillaynishi ko'proq bo'ladi. Qiz bolaga homilador bo'lsangiz, qorin yuqoriroq va dumaloqroq shaklda bo'ladi. Ba'zida bu belgilarning hammasi aralash shaklda keladi. Sizga qaysi bir belgi to'g'ri kelganligini kommentariyada yozib qoldiring.